ishlayotgan pensionerlar siz oyligingizdan 12% daromad solig'ini to'lamasdan hammasini olish imkoniyatiga egasiz. Buning uchun barcha o'zingizni daromadingizni ixtiyoriy shaxsiy jamg'ariladigan jamg'armaga jo'natishingiz kerak bo'ladi. Ammo bu yerda bitta tuzoq bor, e'tibor qilinglar. Hozir jo'natgan pulingizni borib Xalq bankdan yechadigan bo'lsangiz, bu yil unda 12% soliq to'lashga to'g'ri keladi. Faqatgina bu yil davomida 12% solig'i to'lamasdan hamma oyligingizni jamg'armaga yig'ib keyingi yil yechadigan bo'lsangiz, ana o'shandagina oyligingizni to'liq miqdorda yechib olishingiz mumkin. Bu yil esa o'tgan yillardan yig'ilgan jamg'armangizdagi pullarni istalgan paytda yechib olishingiz mumkin. Buning uchun siz o'zingizni buxgalteriyangizga murojaat qiling va har oyda qaysi yillarda shaxsiy jamg'armangizga qancha mablag' ajratilgan отчетni hisobotini so'rang. Buxgalteriya buni sizga berishga majbur va shu отчет bo'yicha siz soliq to'lanmaydigan qismini bemalol shaxsiy jamg'armadan yechib yurishingiz mumkin. Pulingizni tejab qoling, 12% bu kam emas.